2026 Lexus 600 yangi avlodi premium SUV segmentida kuch, hashamat va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirgan model sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu avtomobil dizayni dadil va obro'li ko'rinishga ega bo'lib, katta radiator panjarasi, LED yoritgichlar va muskulli kuzov chiziqlari bilan ajralib turadi. Salon ichida yuqori sifatli charm, yog'och va alyuminiy bezaklar qo'llanilgan bo'lib, har bir detal haydovchi va yo'lovchilarga maksimal qulaylik berishga qaratilgan. Keng joylashuv oilaviy safarlar va uzoq masofali sayohatlar uchun juda mos keladi. Texnik jihatdan 2026 Lexus 600 kuchli va 6 twin turbo dvigatel bilan jihozlanadi va yuqori moment ko'rsatkichlari tufayli shahar va off-road sharoitida ishonchli harakatlanadi. To'liq uzatma tizimi, bir nechta haydash rejimlari va adaptiv osma tizimi turli yo'l sharoitlariga tez moslashish imkonini beradi. Elektron yordamchi tizimlar haydovchini qo'llab-quvvatlab, xavfsizlik darajasini yuqori bosqichga olib chiqadi. Tormoz tizimi barqarorlik nazorati va tortish kuchini taqsimlash funksiyalari bilan birga ishlaydi. Ichki texnologiyalar zamonaviy talablarga to'liq javob beradi. Katta sensorli ekran, raqamli asboblar paneli va ovozli boshqaruv tizimi orqali barcha funksiyalarni oson boshqarish mumkin. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Bu esa smartfon bilan uzluksiz integratsiyani ta'minlaydi. Premium audio tizimi musiqani tiniq va chuqur ovozda yetkazib beradi. Konditsioner tizimi bir nechta zonali bo'lib, har bir yo'lovchi o'ziga mos haroratni tanlay oladi. Xavfsizlik masalasida 2026 Lexus 600 yetakchi o'rinda turadi. Avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash, adaptiv kruz nazorati va qatordan chiqishni ogohlantirish kabi funksiyalar mavjud. Kamera va sensorlar to'plami atrof muhitni doimiy kuzatib, xavfli vaziyatlarni oldindan sezadi. Bu xususiyatlar nafaqat haydovchi, balki barcha yo'lovchilar uchun xotirjamlik yaratadi. Yoqilg'i samaradorligi ham avvalgi avlodlarga nisbatan yaxshilangan.